Aziz do'stlar, siz bilgan va ishonch bildirgan Umbem klinikasi endi sizga yanada yaqinroq. Biz yangi filialimizni ochdik. Shu sabab yangi klinikamizda turli xil xizmatlar uchun 20% gacha chegirmalar taqdim etamiz. Marhamat, klinikamizga kelib, o'zingiz va yaqinlaringiz sog'lig'iga g'amxo'rlik qiling. Bizning yuqori malakali shifokorlarimiz quyidagi sohalarda xizmat ko'rsatishadi: stomatologiya, ginekologiya, terapiya, lor, jarrohlik, pediatriya, urologiya, UZI va boshqa yo'nalishlar. 5000 dan ortiq turdagi laboratoriya tahlillari olinadi hamda eng yuqori sterilizatsiya darajasi o'tkaziladi. Bizning manzil Moskva shahri, VDNX metro bekati, Kondratyuk ko'chasi 2. Telefon raqamimiz 8 925 103 22 55. Mutaxassis ko'rigiga oldindan yozilishni unutmang. Umbem klinikasi. Biz sizning sog'lig'ingiz uchun qayg'uramiz. AQSh senatori Elizabet Warren shunday deydi: Tramp ma'muriyati Erondagi qizlar maktabining bombardimon qilinishini tasdiqladi. Bu so'nggi 10 yillikdagi eng halokatli harbiy holatlardan biri. Tramp bu haqida yolg'on gapirdi. 175 kishi halok bo'ldi. Ularning aksariyati bolalar. AQSh urush vaziri Pete Hegseth ishdan bo'shatilishi kerak, dedi AQSh senatori. Urushni boshlash oson, ammo uni ijtimoiy tarmoqlardagi bir necha tweet va postlar bilan yutib bo'lmaydi, deb ma'lum qildi Eron Xavfsizlik kengashi kotibi Ali Larijoniy. Biz sizlarni bu jiddiy xato uchun afsuslanishga majbur qilmagunimizcha chekinmaymiz, dedi u. Mojtabo Xumaniy AQSh Isroil zarbalari oqibatida o'z yaqinlari halok bo'lganligini ma'lum qildi. San nashri. Eron davlat televideniyasi mamlakatning yangi oliy rahbari nomidan o'qib eshittirilgan murojaatda aytilishicha, Mojtabo Xumaniy otasi Ali Xumaniy va rafiqasidan ayrilgan. Uning singlisi esa farzandi va turmush o'rtog'ini yo'qotgan. Donald Trump Eron terma jamoasi futbol bo'yicha jahon chempionatida ishtirok etsin, marhamat. Lekin men sportchilarning o'z hayoti va xavfsizligi uchun u yerda bo'lishi maqsadga muvofiq deb o'ylamayman, dedi u. AQSh singari Isroil ham rejimni o'zgartirish bo'yicha aniq rejasiz Eron bilan urush boshladi. Isroil Eronga qilingan hujumlarning o'zi mamlakat ichida amaldagi hukumatni ag'darishga olib keladigan norozilik namoyishlarini keltirib chiqarishga umid qilgan edi. Guardian nashri. Saudiya Arabistoni Ukrainadan dronlarga qarshi vositalarni sotib olish bo'yicha muzokara olib bormoqda. Wall Street jurnali. Bundan maqsad Saudiya Aramco davlat neft kompaniyasiga tegishli obyektlarni Eron hujumlaridan himoya qilish, deya yozmoqda nashr. Ma'lumotlarga ko'ra, Saudiya Aramco kamida 2 Ukrain kompaniyasi bilan kelishuvlarni muhokama qilmoqda. AQSh Janubiy Koreyadagi Txad havo mudofaa tizimlarini Yaqin Sharqqa ko'chirmoqda. Yonhap agentligi. Agentlikning Janubiy Koreyaning Sonju shahridagi AQSh harbiy bazasidan barcha 6 ta raketa uchirish qurilmasi olib chiqib ketilayotgan aks etgan kadrlarni e'lon qildi. Ushbu tizimlarning olib chiqilishi Janubiy Koreyaning raketa hujumidan mudofaasini sezilarli miqdorda zaiflashtiradi. Chunki bu tizim eng yuqori aniqlikdagi raketalarni tutib olish qobiliyatiga ega yagona vosita hisoblanadi. Tehron va Bandar Abbos aeroportlaridagi uchish-qo'nish yo'laklari avtobus va vertolyotlar bilan to'sib qo'yildi. Bu haqida sun'iy yo'ldosh tasvirlariga tayanib Guardian nashri xabar bermoqda. Ushbu chora aeroportlarning uchish-qo'nish yo'lagini yaroqsiz holatga keltirish orqali AQSh va Isroilning hududga qo'shimcha kuchlar kiritishi yoki aerodromlardan foydalanishni cheklash maqsadida amalga oshirilgan bo'lishi mumkin, deya yozmoqda nashr. AQSh zarbalari natijasida Eron aerodromlaridagi bir necha harbiy samolyot yo'q qilindi, deb ma'lum qildi AQSh markaziy qo'mondonligi. Eronda 12 kundan beri internetga kirish imkoniyati yo'q. NetBlocks. AQSh va Isroilning Eronga qarshi harbiy amaliyoti boshlanganidan keyin mamlakatda internetdan foydalanish imkoni yo'qolgan edi. Eronning yangi oliy rahbari Mojtabo Xumaniy yaralangan, lekin o'zini yaxshi his qilmoqda, deb ma'lum qildi Eron tashqi ishlar vazirligi. Donald Trampning yangi bayonotlari. Hormuz bo'g'ozida barchasi AQSh nazorati ostida. Biz ularning barcha katerlarini yo'q qildik. Biz Eron o'z imkoniyatlarini qayta tiklashni istamaymiz va ideal holda u yerda nima qilayotganini tushunadigan rahbariyatni ko'rishni xohlaymiz. AQSh
Eronning energiya tizimini 1 soat ichida yo'q qila oladi. Uni tiklash uchun esa 25 yil vaqt kerak bo'ladi. Eronning yana ozroq raketasi qolgan, ammo ular ko'p emas va vaziyat biz uchun juda qulay. Eron tomonidan Kaliforniya sohillari yaqinida dengiz orqali ehtimoliy hujum va dronlar uchirilishi mumkinligi haqidagi xabarlar tekshirilmoqda. Qo'shma Shtatlarda Eronning uyqudagi qo'poruvchi guruhlari borligidan xabardorman. Ularning ko'pchiligi Jo Bayden ma'muriyat davrida ochiq chegaralar orqali mamlakatimizga kirib kelgan, dedi Donald Tramp. Donbassdan voz kechmayman, dedi Vladimir Zelenskiy. Ukraina rahbari Donbass hududidan voz kechmasligini, uning uchun ustuvor vazifa mamlakat qonunini himoya qilish ekanligini ta'kidladi. Shuningdek, Zelenskiy shaxsiy nafratga qaramay, Ukraina Putin bilan tinchlik kelishuvini imzolash kerakligini aytdi. Eron rahbari urushni tugatish uchun tovon puli talab qildi. Isroil rejimi va AQSh boshlagan bu urushni tugatishning yagona yo'li Eronning qonuniy huquqlarini tan olish, mamlakatimizga to'lash va kelajakdagi tajovuzdan mustahkam xalqaro kafolatlar berishdir, dedi Mas'ud Pezeshkian. Eron va Hizbulloh Isroilga 150 dan ortiq raketa bilan hujum uyushtirdi. Bunga javoban Isroil Livan poytaxti Bayrutga zarbalar berdi. Amerika rahbari shayton, dedi Yahyo Rahim Safaviy, Eron oliy rahbari Mushtaba Xomaniyning katta harbiy maslahatchisi. Eron dronlari Iroq sohillari yaqinida bir necha neft tankerlariga hujum qildi. Eron yadro dasturining asosiy elementi hisoblangan Parchin harbiy majmuasidagi Talgan 2 obyektiga berilgan zarbalar natijalari e'lon qilindi. Eron Hindiston tankerlariga Hormuzdan o'tishga ruxsat berdi. Hindistonlik manba Tehron bilan bo'g'oz orqali tankerlar o'tishi borasida bitim tuzilganligini ma'lum qildi. Yaqin Sharqda urush boshlanganidan beri ilk neft tankeri Mumbay portiga langar tashladi. Bangladesh AQShdan Rossiyadan neft sotib olish uchun ruxsat so'ramoqda. Ruminiya AQShdan Lukoilga tegishli neftni qayta ishlash zavodini qayta ishga tushirish uchun ruxsat so'radi. Avvalroq Tramp Hindistonga Rossiya neftidan sotib olishga ruxsat bergan edi. Ukraina ham Rossiyaning janubidagi eng yirik neft markazlaridan biriga zarba berdi. U yerda Rossiya yoqilg'isi va neft mahsulotlarini tashishda muhim rol o'ynaydigan yirik neft ombori va terminali joylashgan.